Men Tursunov Norbek Abdusamadovich, Farg'ona viloyatidanman. Lor Med Servis klinikasi bosh vrachi tomonidan tashkillashtirilgan Lor Prof praktikumga keldim, fes yo'nalishi bo'yicha va bu yerda 6 kun davomida biz vrachlar ishtirokida amaliyotlarni birga o'tkazdik. O'zimga kerakli bo'lgan nazariy hamda amaliy bilimlarga ega bo'ldim. Shu fursatdan foydalanib Safayev Sharofiddin hamda Asqarbek Nurullayevga minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalar uchun rahmat. Muhammad Yaqubov Bahrom Bahodirievich Xorazm viloyati Xiva shahridan Lor Med Servis jamoasiga rinoplastika yo'nalishi bo'yicha 6 kunlik praktikumga keldim. Men bu praktikum davomida amaliy va nazariy bilimlarni o'rgandim. Lor Med Servis jamoasiga kattakon rahmat. Bu yerga kelib hamma yangi ordinaturani tugatgan bitiruvchilarga, yangi operatsiyalarni boshlayotgan vrachlarimizga tavsiya qilaman. Bu hamma zamonaviy texnologiya endoskopik turdagi hamma amaliyotlar qilinyapti. Bemalol kelib o'rganishlarga tavsiya qilib qolaman. Men G'ofurov Sardorbek, Namangan viloyatidan tashrif buyurdim. Lor Med Servis klinikasida rinoplastika bo'yicha Lor Prof praktikumda 6 kunlik amaliyotlarni o'tadik. Shu davr mobaynida ham amaliy ham nazariy bilimlarimizni anchagina yuksaltirdi deb o'ylayman. Birinchi navbatda bu Prof praktikumni tashkillashtirgan Asqarbek Nurullayevga va shu davr mobaynida bizga bilimlarini ayamagan va qizg'onmagan barcha vrachlarimizga rahmat deb qolaman. Yangi ish faoliyatini boshlayotgan vrachlarga kelib shu yerda praktikum o'tishi tavsiya qilib qolaman. Navbatdagi Lor Pro praktikum o'qishimizni tugatib oldik. Ushbu o'qishimiz davomida ishtirokchilarga to'liq nazariya hamda amaliyot bo'yicha ilmlar berildi va eng asosiysi 4 ta rinoplastika operatsiyasida bevosita ishtirok etib assistentlik qilishdi. O'qishimiz davomida ishtirokchilarimiz qiziqtirgan barcha savollarga javob berdik va o'qishimiz oxirida demak ishtirokchilarga testlarni o'tkazdik. Testlardan ham yaxshi o'tib olishdi. Bu degani demak biz bergan ilmlarni yaxshi o'zlashtirishgan va oxirida ularga sertifikatlarni taqdim qildik va ishlariga omad tilab qoldik. Agar siz ham shu o'qishga qiziqib kelmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ushbu yaratilgan imkoniyatdan unumli foydalanib qoling.